Assalomu alaykum, hurmatli Teplitsa Olama agrolimon gruppamizning aziz ishtirokchilari, sitrus ekinlar ishqibozlari. Biz Samarqand viloyati Samarqand Selskiy degan joydamiz. Xudo xolsa inshaalloh mana bu yerda Hafizaxonda shu NNP ya'ni naslchilik, parrandachilik kombinati limonxonasi, mana sizlarga video tayyorlagan bergan edik. O'sha limonlarni Ilhom aka bitta arrani olib kelinglar. Shu yerda mana Hafizaxonga ishlarni tayyorlab ketgan edik. Juda ham chiroyli. Ishlar zo'r ketyapti. Hozirgacha bo'lgan ishlar yaxshi, lekin kamchiliklar bor. Namlik balansini kamligi. Shu yerda mana qazib tuproqlar chiqarib qo'ygan. Shu yerda namlik balansini kamligi bu kamchilik bular. Shuning uchun bularni yetkazish kerak. Somon bilan tagini mulchalash kerak. Shuni qolgan toklarni, shilanga bilangalarni olib chiqib, uzumlarda ham toklarda qolganini ham ko'chirib chiqib yuborsa, xudo xolsa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Lekin bular juda ham chiroyli ishlarni olib borishyapti. Men bularni qilayotgan ishlardan juda ham xursandman. Endi har holda bu tashkilot ishlarini joyida qilish kerak. Juda ham go'zal qilib zo'r bo'ladi inshaalloh. Mana shu toklarni olib borsa, agrovoloknolar yopilgan, как положено aytganimizdek qilishgan. Juda ham chiroyli. Bu yerda mana zapas kotyollari, pechkalari, xullas ventilyatorlari ham yo'q yetarli. Shuni qolganlarini bir to'g'rilab qolgan ishlarni bizga achodan bir aytib qo'ysa zo'r bo'ladi. Endi bular qo'shimcha mana shu yerlarda transheya qilish imkoniyati yo'q bo'lgan joy qatorlari bor. O'sha yerlarga oralarga shunaqa qilinglar deganmiz. Go'ngni solib bir qator shuni odam yuradigan qilib qo'ysa, mana suvlarni boshlabdi. Bu suvlarni ko'proq qo'yish kerak. Buning uchun nam bo'lib turish kerak. Mana harorat. Ilhom aka, asherdan boshlab bu yoqqa qarab 3-4 tani qarab ko'ring-da, tagida cho'karlar qolgan ekan. Shularni kesib qo'ying 5-6 ta. Mana 14 daraja, namlik 50%, harorat 14 daraja. Umumiy holati yaxshi, gradus lekin baland. 13-14 daraja bo'lyapti. Bu baland. Mana bu yerda ham 14, kontrolni bu ham 14. Namlik balansi bu yerda noto'g'ri ko'rsatyapti. Bu yerda 40 ko'rsatyapti, bu yerda 50. 50 daraja. Shularda sal farq qiladi.